Barchaga assalomu alaykum. Hozirgina Farg'ona shahridagi matematika fani attestatsiya imtihonlaridan chiqdik. Asl savollari keladigan bo'lsak, savol darajasi o'rta, murakkab va sodda turga 3 turga bo'lingan holda tushyapti. Endi imtihonga so'rayotgan bo'lsak, tayyorlangan o'quvchi albatta oladi o'qituvchilar. Matematika ustozlarimiz uchun maxsus yangilik bor va boshlang'ich ustozlar uchun nasib qilsa iyun oyidan SATga tezlashtirilgan 2 oylik kurs ochmoqchimiz. Va bu kurs kimlar uchun desa, faqatgina matematika boshlang'ich fan ustozlar uchun bo'ladi. SAT sertifikatini 2 oy muddatda olsa bo'ladi. Xo'p, yana bundan tashqari ustozlarimiz agar o'zini ishlab milliy sertifikat va toifa imtihonlarida topshirmoqchi bo'layotgan bo'lsa, kuzga keladigan offlayn darslarga qatnashsa bo'ladi. Darslarimiz Farg'ona Beshariq tumani 1-maktabda o'tiladi. Hakim Botabek matematika kursi. Qatnashmoqchi bo'lganlar bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqa qilishlar mumkin.